Bir qarashda osoyishta ko'ringan har bir ko'cha, muassasa va xonadon ortida xavfsizlikni ta'minlayotgan insonlar bor. Bugungi vatanparvar ko'rsatuv orqali Xiva shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati xodimlarining bir kunlik ish faoliyatiga nazar tashlab, ularning kundalik ish jarayonlari bilan birgalikda tanishamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz davomida qo'riqlash xizmati xodimi Nodirbek Boltaboyev bizga hamroh bo'ladilar va qo'riqlash xizmatining faoliyati haqida bizga tushunchalar va ma'lumotlar berib boradilar. Xo'sh, Nodirbek aka, o'zi qo'riqlash xizmatining vazifalari nimalardan iborat? Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan viloyat hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish va shu bilan birgalikda asosiy vazifamiz hisoblangan o'g'irlik va boshqa turdagi huquqbuzarliklarga keskin barham berish maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Aynan bu soha faoliyati davomida yangi texnologiyalar kirib kelmoqda sohaga va shu bilan birgalikda xodimlarimizni nazariy va jismoniy tayyorgarliklarini oshirish maqsadida mas'ul mutaxassis xodimlarimiz bilan birgalikda mashg'ulotlar tashkil etilgan bo'lib, aynan bu o'z navbatida shu hududlarda sodir etilgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga keskin barham berish va ularni profilaktika qilish faoliyati yo'nalishida o'zining samarasini bermoqda. Qo'riqlash xizmatida o'zi qanday zamonaviy texnologiyalar bor? O'tgan davr davomida qo'riqlash xizmati faqat Neva 10 rusumli eski qo'riqlash signalizatsiya vositalaridan foydalanar edi. Va bugungi kunda esa GSM uyali aloqa vositalari orqali qo'riqlash imkoniyati yaratildi. Bu o'z navbatida mahalliy qo'riqlash signalizatsiya vositalari yaratildi. O'zimiz ishlab chiqaryapmiz va ushbu signalizatsiya vositalari orqali hududlarda xonadonlarni, obyektlarni xavfsizligini ta'minlashga erishyapmiz. Taqqoslaydigan bo'lsak, eski davrdagi qo'riqlash signalizatsiya vositalari orqali biz tor hududlarni, ya'ni tor doiradagi shahar markazi va tuman markazlaridagi obyekt va xonadonlarni qo'riqlovga qabul qilish imkoniyatimiz mavjud edi. Va bugungi kundagi yangi texnologiyalar orqali biz keng qamrovda va keng hududlarni qo'riqlash signalizatsiya vositalari orqali qamrab olyapmiz. Va bu o'z navbatida shu hududlarda ham jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishga zamin yaratmoqda. Ya'niki qo'riqlovga olingan hududlarda xodimlarimiz patrullik yo'nalishlarida ham o'z faoliyatini amalga oshiradi va bu o'z navbatida shu hududlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni profilaktika qilish imkoniyatini ham bermoqda. Hozir mana Xiva shahridagi qo'riqlash xizmatining monitoring markazi faoliyati bilan sizni yaqindan tanishtirib o'tamiz va batafsil ma'lumotlarni beramiz. Marhamat. Mana siz guvohi bo'layotgan ushbu xona qo'riqlash xizmatining monitoring markazi xonasi hisoblanadi. Demak, biz qo'riqlash xizmatining yuragi hisoblangan joyda turibmiz, shunaqami? Albatta. Xiva shahar qo'riqlash xizmati tomonidan bugungi kunda 683 ta obyekt va 718 ta fuqaro xonadonlari qo'riqlovga qabul qilingan bo'lib, aynan ushbu barcha obyektlardagi qo'riqlash xizmatiga signallar kelib tushishi ushbu monitoring markazi orqali boshqariladi. Ya'ni har bitta signal nazoratda bo'ladi. 24/7 rejimida shu har bitta xonadondan yoki obyektdan tashish xabari keladimi yoki boshqa turdagi huquqbuzarliklar to'g'risida xabar keladimi, barchasi ushbu monitoring markazi orqali qabul qilib olinadi va o'rnatilgan tartibda mana shu Xiva shahar qo'riqlash xizmatiga tegishli bo'lgan tezkor harakatlanish guruh xodimlariga yo'naltiriladi va tezkor harakatlanish guruh xodimlari zudlik bilan ushbu obyektga yetib borishadi. Va bu o'z navbatida shu tezkor harakatlanish guruh xodimlarini zudlikda ushbu signal kelib tushgan obyektga yetib borishini ta'minlaydi va shu obyektga yetib borish jarayonlari va obyektga yetib borgandan keyingi faoliyat to'g'risida ham shu monitoring markazi xodimlari nazorat qilib boradi. Aynan har bir shahar va tumanlarimizda monitoring markazlari tashkil etilgan va ushbu monitoring markazlaridagi xodimlarni qo'riqlash xizmatining viloyatdagi monitoring markazi xodimlari nazorat qilib boradi. Ya'ni har bitta tezkor harakatlanish guruh xodimlarining signalizatsiya tushgan obyektga yetib borishi nazoratga olingan. Sababi biz zudlikda, tezkorlikda ushbu obyektga yetib borishimiz kerak va shu uchun tezkor harakatlanish guruh xodimlarining xizmat avtomashinasiga maxsus GPS qurilmalari o'rnatilgan va ushbu signalizatsiya tushib qolgan obyektlarda ham geolokatsiyalari shu xodimlarga yetkaziladi. Ya'ni ular qaysi hudud yoki qaysi obyektga ekanligini tezroq topishlarining imkoniyati yaratish maqsadida monitoring markazi xodimi tomonidan geolokatsiyalar ularni xizmat avtomashinasidagi monitorlarga tashlab beriladi va shu orqali zudlikda yetib borishi ta'minlanadi. Va o'z navbatida mana bugungi kunda Xiva shahar qo'riqlash xizmati tomonidan jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olishda 15 ta holatda turli xil ko'rinishdagi huquqbuzarliklarni oldi olindi va bugungi kunda o'sha tezkor harakatlanish guruh xodimlarining tezkorlikdagi sa'y-harakatlari natijasida va bitta holatda inson hayoti saqlab qolindi. Ya'ni bitta holatda, ya'ni fuqarolarimiz sog'ligi sababli yomon ahvolga kelib qolganligi sababli shu tashish tugmasini bosishgan va tezkorlikda bizning xodimlarimiz yetib borib o'rnatilgan tartibda o'zlarining yordamini ko'rsatishgan. Mana guvohi bo'layotganingizdek, monitoring markazimizda 4 ta monitor bilan jihozlangan. Aynan bu 4 ta monitorning ham o'zining vazifalari bor. Birinchi monitorimizda, ya'ni tezkor harakatlanish guruh xodimlarimizga o'rnatilgan GPS yoki geolokatsiya manzillari ko'rsatib boriladi va Xiva shahar hududi xaritalari joylashtirilgan. Ya'ni qaysidir obyektdan signal kelib tushgan vaqtda bemalol shu obyektni topish imkoniyatini yaratish uchun. Va bundan tashqari shu qo'riqlash xizmatining ma'muriy binosini nazorat qilib borish uchun kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Ushbu kuzatuv kameralari shu ma'muriy binoning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.
qo'riqlash xizmati xodimlari shahar bo'ylab turli xil obyektlarda xizmat qilishadi, xususan banklarda ham. Endi shu o'rinda tabiiy ravishda savol tug'iladi. Nodirbek aka, bankdagi xodimlarning ish vazifalari o'zi nimalardan iborat? Davlat obyektlari, xalq xo'jaligi obyektlari va shu bilan birgalikda xususiy tashkilotlarda xuddi shu ko'rinishdagi qo'riqlash xizmati xodimlari o'z faoliyatini olib boradi va bu xodimlarning asosiy vazifasi birinchi navbatda obyektda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va shu bilan birgalikda ushbu obyektda har qanday turdagi ko'ngilsiz hodisalarni oldin olish va mol-mulklari daxlsizligini ta'minlashdan iborat. Aynan ushbu xodimlarimiz har bitta obyektlarda, ya'ni bank muassasalarida, davlat hokimiyati organlarida va sud idoralarida xuddi shu tartibda ikkita xodim jalb qilingan bo'ladi. Aynan bu xodimlarimiz xuddi shu ko'rinishdagi maxsus vositalar bilan jihozlangan, ya'ni tabel quroli bilan jihozlangan, period tushish rezina tayoqchasi bilan jihozlangan va maxsus detektor vositalari bilan jihozlangan. Ya'ni bu kirish-chiqish davomida ushbu obyektga tashrif buyurgan fuqarolarning yonlaridagi har qanday turdagi mol-mulklarini tekshiradi va zararli yoki mumkin bo'lmagan mol-mulklar bo'ladigan bo'lsa, olib qolish choralarini ko'radi. Tun-u kun davomida xuddi shu tartibda xodimlarimiz xizmat faoliyatini olib boradi va bu o'z navbatida davlat obyektlarini va shu bilan birgalikda xususiy tashkilotlarni ham bemalol shu xavfsizligini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Bizga hozir ularning ishxonasi qiziq, shuni bir borib ko'ramizmi? Albatta, hozir bu xodimlarimizga alohida xizmat xonalari ajratilgan. Ushbu xonalar bilan sizni xonalarda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishtirib boramiz. Marhamat. Mana guvohi bo'layotganingizdek, qo'riqlash xizmati xodimlari uchun yaratilgan xuddi shu ko'rinishdagi xizmat xonasi, aynan bu xizmat xonasida xodimlarimiz tomonidan 24/7 rejimida kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Xuddi shu obyekt atrofiga kuzatuv kameralari o'rnatilgan va ichkari qismlarga ham kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Ushbu kuzatuv kameralaridagi harakatlarni xodimimiz nazorat qilib boradi. Ya'ni umuman nazoratdan qoldirmaydi. Va shu bilan birgalikda ushbu bank muassasasi bo'lganligi sababli bank muassasasidagi barcha hududlar, tepa qismi bo'ladimi, ichkari qismi bo'ladimi, barchasi qo'riqlov signalizatsiya vositalari, yong'indan ogohlantiruvchi signalizatsiya vositalari bilan jihozlangan. Mana xuddi ko'rib turganingizdek, ushbu signalizatsiya vositalari xodimlarga xabar beradi. Ya'ni ushbu bank muassasasida har qanday ko'rinishdagi salbiy holat bo'ladimi yoki yong'in holati bo'ladimi yoki boshqa turdagi har qanday holatda xodimlarimizga signalizatsiya vositalari orqali xabar yetib keladi va ushbu holatlarni oldini olish maqsadida tezkor choralarni ko'radi. Shu maqsadda barcha qo'riqlov signalizatsiya vositalari va barcha turdagi har qanday turdagi signalizatsiya vositalari va kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Hozir mana sizni shahar markazidagi qo'riqlovda bo'lgan obyektlar bilan yaqindan tanishtirdik. Endi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan shahar va tuman markazlaridan tashqarida bo'lgan yoki chekkaroqda bo'lgan davlat obyektlari va xususiy tashkilotlari ham mavjud. Aynan ushbu xususiy tashkilotlarda ham qo'riqlash xizmati xodimlari o'z faoliyatini olib boradi. Navbatdagi manzil davomida ushbu xodimlarning xizmat faoliyati bilan sizni yaqindan tanishtiramiz. Marhamat. Mana navbatdagi manzilga ham yetib keldik. O'zi bu qanday obyekt hisoblanadi? Bu Uztransgaz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli o'quv markazi binosi. Aynan biz boya ta'kidlab o'tganimizdek, davlat obyektlari yoki xususiy tashkilotlar ham bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aynan ular murojaati asosida biz ushbu obyektning xavfsizligini, mol-mulklari daxlsizligini ta'minlab beramiz va shu bilan birgalikda xuddi shu tartibda hozir xizmat tashkillashtirish jarayonlari, ushbu xizmat tashkillashtirish davomida xodimlarning xizmat vazifalari haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Aynan bu boya ta'kidlab o'tgan, yuqorida ta'kidlab o'tdik, shu obyektning xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash va ushbu obyektda kirish-chiqish nazorat rejimini tashkil etish. Ya'ni ushbu obyektda ishlovchi ishchilar tomonidan yoki boshqa shaxslar tomonidan ushbu obyektning mol-mulklari daxlsizligini yoki boshqa turli holatdagi ko'ngilsiz hodisalar yoki mol-mulklarga zarar yetkazish holatlari bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu xodimlarimiz ushbu holatlarni bartaraf etish choralarini ko'radi. Hozir shu xodimning xizmat vazifalari bilan yaqindan tanishtiramiz. Marhamat. Hurmatli kapitan, men qo'riqlayotgan obyektda hech qanday ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lgani yo'q. Bildirgi beruvchi qaror o'qilgan. Ekan. Mana xuddi shu ko'rinishda sog'chilik obyekti hisoblanadi. Bu hududimiz aynan shu xodimlarimiz tomonidan boya yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, aynan xuddi shu hududda kirib chiqish rejimini ham tashkil etishadi. Har bitta, ya'ni begona shaxslar kirishini oldini olishadi bu yerda. Ya'ni korxonaga begona shaxslar kirib qolishi mumkin yoki boshqa turdagi korxonaga tegishli bo'lgan mol-mulklarni olib chiqish yoki yashirin ravishda olib chiqish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Aynan ushbu jarayonlarda ushbu xodimlarimiz shu nazorat rejimini tashkil etishadi va shu obyektning 24/7 rejimida xavfsizligini va mol-mulklar daxlsizligini ta'minlash imkoniyatini yaratishadi. Xodimning kiyimi bilan bu yerdagi xodimning kiyimida farq bor ekan.
Buni sababi nimada? Aynan qo'riqlash xizmati tomonidan qo'riqlanadigan obyektlar toifasiga qarab turib safdor xodimlari yoki harbiylashtirilgan nazoratchilar yoki soqchilik bo'limlariga ajratilgan, ya'ni 3 ta toifada xodimlarimiz mavjud. Aynan ushbu 3 ta toifada o'z xizmat faoliyatlarini olib boradi. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, u yerda bank muassasasi bo'lganligi sababli u yerda safdor xodimlar ajratilgan. Ya'ni u yerdagi safdor xodimlarga maxsus vositalar, boshqa turdagi maxsus vositalar ajratilgan, ya'ni tabiiy qurollari ajratilgan ularga. Aynan shu xavfsizlik jihatidan toifalarga ajratilganligi sababli safdor xodimlar xizmat faoliyatini olib boradi. Undan keyingi darajada esa harbiylashtirilgan nazoratchilar mavjud. Aynan biz bilan shartnoma qilgandan so'ng ularni toifasiga qaralgan holda biz xodimlarni taklif qilamiz. Va keyingi navbatda esa harbiylashtirilgan nazoratchilar o'z xizmat faoliyatini olib boradi. Ular ya'ni maxsus vositalar bilan jihozlangan bo'ladi. Undan keyingi esa hozir siz guvoh bo'layotgan turdagi xodimlar, ya'ni soqchilar. Aynan bu soqchilar ham o'z navbatida 24/7 rejimida o'z xizmat faoliyatini olib boradi. Ya'ni bu yerda smenalar asosida xizmat tashkillashtiriladi va ushbu obyektning xavfsizligi ta'minlanadi. Qo'riqlash xizmati xodimlari nafaqat muhim davlat va ijtimoiy obyektlar xavfsizligini ta'minlash, balki yurtimizning tarixiy madaniy merosini asrashga ham munosib hissa qo'shib kelmoqda. Xususan, Xivaning dunyoga mashhur tarixiy maskani Ichanqal'a hududida ham ular kecha-yu kunduz hushyorlik bilan xizmat olib borishadi. Men Xiva shahar Ichanqal'a davlat muzeyida xizmat olib boraman. Bizlarning asosiy vazifamiz o'zlarimizga biriktirgan muzeylarni sifatli qo'rg'on ta'minlash. Shu bilan birga Xiva shahriga tashrif buyurgan sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash. Bundan tashqari fuqarolarga turli xil yordam kerak bo'lib qolsa, nizoli vaziyatlar bo'lib qolsa, patrullik xizmatini ham olib boramiz. Mazkur hududda qo'riqlash xizmati xodimlari turist polis bilan hamkorlikda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar va xorijiy mehmonlarning xavfsizligini ta'minlash yo'lida fidoyilik ko'rsatmoqda. Biz xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari turizm namoyish obyektlarida o'z xizmat faoliyatimizni olib boramiz. O'z xizmat faoliyatimizda davomida turli yo'nalishlarda olib boramiz. Bu yo'nalishlarda xorijiy va mahalliy turistlarga turli xil amaliy yordamlar, masalan, yo'nalish ko'rsatish yoki birinchi tibbiy yordamlar ko'rsatamiz. O'z xizmatimiz davomida jinoyatchilikni oldini olish va turli xil mahalliy fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar, kiberxavfsizlik bo'yicha profilaktik suhbatlarni ham o'tkazib turamiz. Bugungi kunda tungi xizmatga jalb qilganda va kunduzgi xizmat davomida qo'riqlash xizmati xodimlari bilan ham hamkorlikda ish faoliyatimizni olib boramiz. Ular bizga har doim amaliy yordam berib kelmoqdalar. Ichanqal'a va Ardaxiva hududida maxsus tashvish tugmalari qo'yilgan. Bunda qo'riqlash xizmatining tugmalari va xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasining maxsus tugmalari qo'yilgan. Ushbu tugmalar orqali xoh turistlar bo'lsin, xoh mahalliy mehmonlar bo'lsin, tugmani bosish orqali bizni yoki qo'riqlash xizmati xodimlarini chaqirishi mumkin. Agar qo'riqlash xizmati xodimlarida xorijiy mehmonlar bilan bog'liq muammolar bo'lsa, biz ularga yordam beramiz. Mahalliy mehmonlar qoidabuzarlik qilsa, bizga yordam kerak bo'lsa, qo'riqlash xizmati har doim yordam berib kelmoqda. Ularning mas'uliyatli va sergak faoliyati tufayli sayyohlar qadimiy Xivaning betakror muhitidan emin-erkin bahramand bo'lishmoqda. Ayol sayohatchilar sifatida bu yerda o'zimni nihoyatda xavfsiz va erkin his qildim. Hech qanday noqulay holat yoki xavotirli vaziyatga duch kelmadik. Aksincha, mahalliy aholi tomonidan samimiy munosabat va hurmatni his etdik. Bozorlar, tarixiy maskanlar va jamoat joylarida odamlarning sayyohlarga bo'lgan e'tibori va madaniyatli munosabati bizda juda iliq taassurot qoldirdi. Shuningdek, shaharlarning ozodaligi va tartibliligi ham e'tiborimizni tortdi. Ko'chalar, sayyohlik obyektlari va jamoat joylarining tozaligi biz kutganimizdan ham yuqori darajada ekan. Bu esa sayohat davomida o'zimizni yanada qulay his qilishimizga xizmat qildi. Osoyishta muhit, xavfsizlik hissi va mehmondo'stlik uyg'unligi tufayli bu yerda vaqt o'tkazish biz uchun juda yoqimli bo'ldi. Qisqa vaqt ichida bo'lsa-da, bu yurt bizda juda ijobiy taassurot qoldirdi. Bu yerning boy tarixi va betakror madaniyati bilan bir qatorda odamlarning samimiyligi, xavfsiz va qulay muhit sayohatimizni unutilmas taassurotlarga boyitdi. Shuningdek, Ichanqal'a hududida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolar hamda turli sohalarda mehnat qilayotgan ishchi xodimlar ham qo'riqlash xizmati vakillarining mas'uliyatli va fidokorona faoliyatiga yuqori baho berishmoqda. Chunki ular tomonidan yaratilayotgan tinch va xavfsiz muhit hududdagi ish faoliyati hamda sayyohlik xizmatlarining uzluksiz va samarali olib borilishiga xizmat qilmoqda.
tədbirkarçilik yönəlişində işləb gətirmən. Bizlərə gəlib durğan milli səyyahlar, turistlər üçün şu qoruqlaş xidməti xadimləri köp özünün hissələrini qoşub, yaxşı işləb gətirlər. Şu yönlü xidmətindələr. Gen səyyahlar üçün sıdqıdıldan xidmət qılıb gətirən qoruqlaş xadimlərinə bizlər kattadan-katta rəhmət aytamiz. Özlərimizni, işlərimizni bemalol bacaramiz, xavfsiz işimizni olib boramiz shular bo'lgani uchun. Shularning ishlarini yana bir bor omad. Bu esa yurtimizda xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan tizimli ishlarning amaliy natijasi va yorqin ifodasidir. Demak, qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan aholi bilan doimiy targ'ibot tadbirlari ham o'tkazib turiladi. Asosan qanday mavzularda targ'ibotlar qilinadi? Qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkaziladi. Bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish. Bugungi kunda dolzarb bo'lgan kiber jinoyatlar bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'tamiz va shu bilan birgalikda qo'riqlov signalizatsiya vositalarining afzalliklari va vazifalari to'g'risida tushuntiramiz. Aynan biz ta'kidlab o'tganimizdek, hududlarga qancha ko'p miqdorda qo'riqlov signalizatsiya vositalari o'rnatadigan bo'lsak, ushbu hududlarda o'g'irlik bo'ladimi yoki boshqa turdagi huquqbuzarliklar bo'ladimi, uni oldini olishga erishgan bo'lamiz. Shu bilan birgalikda fuqarolarimizga qo'riqlov signalizatsiya vositalarining bugungi kundagi ahamiyati va shu bilan birgalikda o'g'irlik va boshqa turdagi huquqbuzarliklarni oldini olishdagi samarali jihatlari to'g'risida batafsil ma'lumot berib boramiz va aynan ushbu targ'ibotlar samarasi natijasida bugungi kunda qo'riqlovga qabul qilingan xonadonlar va turli xil maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari ko'paydi va buning natijasida esa hududlarda o'g'irlik va boshqa turdagi huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va oldini olishga erishildi. O'zi qo'riqlash xizmati xodimlari parametrlari qanday bo'ladi? Qo'riqlash xizmati xodimlarining parametrlari deganda, ya'ni boya yuqorida ta'kidlab o'tdik, biz safdor xodimlar, harbiylashtirilgan nazoratchilar va shu bilan birga soqchilik bo'linmalari haqida gapirib o'tdik. Endi asosiy bizni xizmat vazifasini yuqori darajada ta'minlaydigan bu tezkor harakatlanish guruhi xodimlari. Aynan biz tezkor harakatlanish guruhi xodimlarini tanlab olish yoki ularni saralab olish davomida ularni bo'y ko'rsatkichlari, ularni biror bir yutuqlari yoki sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish darajasiga qarab turib qabul qilib olamiz. Ya'ni bugungi kunda 175 sm dan baland bo'lgan nomzodlar qo'riqlash xizmatiga taklif qilinadi va ular nomzodlar tanlovida ishtirok etgandan keyin ishga qabul qilinishi mumkin. Va shularning orasidan ham sport bilan muntazam ravishda shug'ullangan yoki biror bir sport darajasidagi sertifikatlarga ega bo'lgan, nazariy va amaliy bilimlari mustahkam bo'lgan xodimlar tezkor harakatlanish guruhi xodimlari sifatida saralanadi. Aynan boya yuqorida ta'kidlab o'tgan tezkor harakatlanish guruhi xodimlari ushbu jinoyatchilikni oldini olishda va tezkor biror bir tashvish xabari bo'yicha yordam berish davomida ushbu hududlarga tezkorlikda yetib boradi va ushbu bartaraf etish holatlarini ko'radi yoki fuqarolarga har qanday ko'rinishdagi yordamlarni berib borishadi. Targ'ibot tadbirlari davomida mana bunday tashvish tugmalari o'rnatilganini ko'ryapmiz. Buni vazifasi nimadan iborat va qanday ishlaydi o'zi? Albatta, boya yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'g'irlik va boshqa turdagi huquqbuzarliklarni oldini olish deb aytib o'tdik, lekin fuqarolarga har qanday ko'rinishdagi yordamni berish maqsadida xuddi shunday ko'p qavatli uylar atrofida tashvish tugmalari o'rnatganmiz. Aynan ko'rib turganingizdek, bu tashvish tugmalari fuqarolarimiz ko'p aholi gavjum joylashgan hududlarga o'rnatilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad mabodo bu yerda fuqarolar o'rtasida ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelsa yoki fuqarolarga bir birinchi tibbiy yordam ko'rsatish yoki har qanday ko'rinishdagi nimadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta shu tashvish tugmani ezish kifoya. Bitta tashvish tugmani ezish natijasida bizani boya yuqorida Xiva shahrida monitoring markazini ko'rsatib o'tdik. Ushbu monitoring markaziga mana shu hududdan tashvish xabari kelayotganligi to'g'risida xabar yetib boradi. Va shu bilan birgalikda zudlikda tezkor harakatlanish guruhi xodimlariga ushbu xabar yetkaziladi va tezkor harakatlanish guruhi xodimlarimiz xuddi shu yerga qisqa vaqt ichida yetib keladi. Buni qo'yishimizdan asosiy maqsad tez fursatda, tez va aniq fursatlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan aholining aloqasini ta'minlashdan iborat. Keling, hozir siz bilan birgalikda ushbu signalizatsiya vositasini sinab ko'ramiz. Qanday darajada xodimlar yetib kelishini ko'ramiz va shu bilan birga tezkorligini sinab ko'ramiz. Hozir men telefonim orqali sekundomerni bosib ko'ramiz. Mana signalizatsiya ezildi. Startni bosdik. O'zi qancha vaqt oralig'ida kelishlari kerak? Endi bu signalizatsiya vositalarini tez va qisqa fursatlar ichida kelishi kerakligi belgilab o'tilgan. Aynan qonun bo'yicha bu o'z navbatida mana yuqorida ta'kidlab o'tdik, qo'riqlash xizmati signalizatsiya vositalarini keng qamrovda o'rnatishimizni sizda deb aytib o'tdik. Bu aynan siz ko'rib turgan tashvish tugmalari ko'p qavatli uylarga o'rnatilgan tashvish tugmalari. Biz yana yaqinda Urganch shahrida va Xiva shahrida ko'zingizga tushgan bo'lishi kerak. So'z tashvish tugmalarini ham o'rnatyapmiz. Bu nafaqat O'zbekiston fuqarolari uchun, balki bizni O'zbekiston Respublikasi turistik mamlakat bo'lganligi
sababli, ya'ni sayyohlar oqimi ko'p bo'lganligi sababli shu tashish tugmalarini ham o'rnatyapmiz. Bu tashish tugmalari o'z navbatida O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan chet el fuqarolari va O'zbekiston Respublikasi fuqarolari barcha fuqarolar uchun o'rnatilmoqda. Bu o'z navbatida jamoat joylariga, istirohat bog'lariga, umuman olganda aholi ko'p to'planuvchi hududlarga o'rnatilmoqda. Aynan ushbu tashish tugmalari orqali, so'z tashish tugmalari orqali jinoyatchilik va huquqbuzarliklar fuqarolarga yordam berish holatlari kuzatilmoqda. Mana guvohi bo'layotganingizdek, 1,5 minut ichida xodimlarimiz agar shu hududda bo'ladigan bo'lsa, tez fursatlarda shu hududga yetib keladi. Sizlarni tajriba tariqasida hozir chaqirib ko'rdik. Aynan bu xodimlar xuddi shu tartibda maxsus vositalar bilan himoyalangan bo'ladi. Aynan bularda branjilet, kaska, aloqa vositasi va shu bilan birgalikda har qanday holatni yozib boruvchi body kamerasi bilan tasvirlangan, jihozlangan. Ya'ni bu fuqarolar bilan xodimlarni faoliyatini yoki muloqotini tartibga solish uchun berilgan bu yerga va shu bilan birgalikda tabel qurollari berilgan. P73 rezina tayorchalari va bular ekipaj bo'lib xizmat faoliyatini olib boradi. Ya'ni 24/7 rejimida xizmat faoliyatini tashkillashtirgan. Ya'ni tun kun davomida fuqarolarimiz bemalol shu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Endi so'z tashish tugmalariga keladigan bo'lsak, ushbu so'z tashish tugmalari jamoat joylariga o'rnatganligimiz va mana Xiva shahridagi Ichanqal'a davlat muzey qo'riqxonasiga va Ardaxiva majmuasiga va shu bilan birgalikda Urganch shahrining eng ko'p aholi to'planuvchi hududlariga o'rnatganmiz. Bu xuddi shu tashish tugmalarining ham asosiy vazifasi bir xil. Mana yaqinda Hazaras tumanida og'ir oqibatlarga olib keluvchi zarar yetkazish holatlari ham kuzatildi. Xuddi shu vaziyatda bizning xodimlarimiz zudlik bilan o'sha joyga yetib borib, fuqaroga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, ya'ni ko'p qon ketishini oldini olish natijasida hayot saqlab qolindi. Va yaqinda mana til tomog'iga ketish natijasida fuqarolarimiz yordamga zarur bo'lib qolgan. Shu vaqtda ham ushbu tashish tugmalarini bosishgan. Shu vaqtda ham xuddi shunday tezkor harakatlanishga yurgan xodimlarimiz yetib borib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, fuqarolarimiz hayotini saqlab qolishdi. Bu ham o'z navbatida faqat jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olishga emas, faqat fuqarolarimizga har qanday turdagi yordamlarni berishga ham o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Ushbu tizimda xizmat qilayotgan xodimlar o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan bajarib, jamiyatda xavfsizlik va barqarorlik muhitini ta'minlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Har bir xodimning ortida fidoyilik, qat'iyat va sharaf bilan ado etiladigan xizmat turibdi. Ularni birlashtirib turadigan kuch esa ona vatanga bo'lgan muhabbat, xalq ishonchini oqlash istagi va xizmat burchiga sodiqlikdir. Yurt ravnaqi va xalq farovonligi yo'lida xizmat qilish eng ulug' saodat. Ana shunday ezgu maqsad yo'lida mehnat qilayotgan qo'riqlash xodimlari mamlakatimiz tinchligi va osoyishtaligining ishonchli posbonlaridir. Keling bir narsani yurtdoshlarimizga murojaat sifatida yana bitta narsani aytib o'tsak, mana hozir qo'riqlash xizmati haqida bugun ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Yana batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun o'zi qo'riqlash xizmatiga ulanish tartibi va shu bilan birgalikda ushbu xodimlarning xizmat faoliyati yoki boshqa bir turli xil savollar bo'ladigan bo'lsa, bizda call center markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 1131 qisqa raqamlari bizda mavjud. Agar fuqarolarimizga turli xil savollar yoki uylarigami yoki tadbirkorlik obyektlariga shu signalizatsiya vositalarini o'rnatish fikrlari paydo bo'ladigan bo'lsa, 1131 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bizning mutaxassislarimiz ushbu hududlarga borib, bemalol xizmatlarni ko'rsatadilar va soha faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha savollarga shu 1131 qisqa raqamlar orqali ma'lumot olishlari mumkin. Nodirbek aka, sizga bugungi hamrohligingiz va xizmatlaringiz uchun kattakon rahmat. Siz va siz kabi xodimlar bor ekan, yurtimiz tinchligi ishonchli qo'llarda. Shu bilan bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Vatanparvar ko'rsatuvining keyingi sonlarida yana ko'rishguncha omon bo'ling.